GM ishlab chiqargan ustaxonaga eng kam kiradigan top 5 ta mashina qaysilar? Birinchisi Malibumi? Malibu yaxshi mashina, lekin uni ikkinchi o'ringa qo'yamiz, aka. Spark. Spark yaxshi mashina, shahar ichiga yaxshi, shahardan tashqari chiqsa tez buziladigan mashina, uni 3 ga qo'yamiz. Nexia 3. Nexia 3 ham yaxshi mashina, lekin u 5-o'rinda turadi. Birinchi o'rinda Gentra bo'lsa kerak. Yo'q, aka, Gentra yaxshi mashina, ustaxonaga ko'p kirganligi uchun bu top 5 talikda ham yo'q, aka, bu mashina. Damas nechinchi o'rinda? Aka, Damas haqiqiy ro'zg'orbop mashina, unga men 4-o'rinni beraman. Cobalt nechinchi o'rinda? Birinchi o'rinda, chunki biza yaqinda 12 ta viloyatda Cobalt avtomobilda aylandik. Aylanish chog'imizda Cobalt bitta ham ish ko'rsatgani yo'q, ya'ni balonlari ham teshilgani yo'q, amortizatorlari ham qo'yib yuborgani yo'q. Xullas, eng chidamli mashina Cobalt, ya'ni-da Ayuga o'xshataman uni. Siz qanaqa mashina haydaysiz? Bir yilda necha marta ustaxonaga kirasiz? Kommentda izohlaringizni yozib qoldiring.